Assalomu alaykum hurmatli aziz o'quvchilar. Bugun sizlar bilan vatanshunoslik darsini boshlaymiz. Mavzuimiz teri organizmning ishonchli himoyachisi. Darsimizning maqsadi teri organizmning ishonchli himoyachisi haqida ma'lumotga ega bo'lasizlar. Teri tuzilishi, uning vazifalari bilan tanishasizlar. Ozodalikka rioya qilishni o'rganasizlar. Darsimizning mavzusi: teri bu murakkab organ bo'lib, inson hayotida muhim rol o'ynaydi. Teri badanni turli shikastlanishdan saqlaydi. U suvni o'tkazmaydi. Teri insonni issiq-sovuqdan himoya qiladi. Organizmning tananing doimiy haroratini ushlab turishda yordam beradi. Bundan tashqari, u organizmni mikrob va infeksiyalardan himoya qiladi. Teri bir necha qavatdan iborat. Birinchi qavat jonsiz teri, epidermis. Unda teri nafas oladigan teshikchalar mavjud. Teshikchalar orqali ter va yog' ajralib chiqadi. Ikkinchi teri qatlami terining o'zi, derma. Unda yog' va ter bezlari joylashgan. Yog' bezlari terini yumshatadigan yog' ajratib chiqaradi. Ter bezlari esa terini butun ustki qismida joylashgan. Teri ustida bug'lanadi va kishi tanasi soviydi. Terida juda ko'p elastik qatlamlar mavjud. Ular tufayli teri cho'ziladi. Bu yerda qon tomirlari, nerv tolalari mavjud. Nerv tolalari tufayli biz og'riq, sovuq va issiqni sezamiz. Bu qavatda soch ildizlari bo'lib, ularning insonning butun tanasini qoplagan. Terining ikkinchi qavatida yog'li qavat joylashgan. U terini shikastlanishdan saqlaydi va issiq tutadi. Soch va tirnoqlar ham teri tuzilishiga kiradi. Qachon terida juda ko'p ter va yog' to'plansa, unga chang yopishadi. Terini ustki qismi ifloslanib, unda kasallikka olib keluvchi mikroblar ko'p bo'ladi. Shuning uchun har doim doimiy kir sonida qo'linglarni yuvib turishinglar kerak. Terini tuzilishi, mana terimizni cho'zilganimizda elastik bo'ladi. Uyga vazifa 174 va 175-bet ifodali o'qishga rasmini chizasizlar va yana qo'shimcha topshiriq. Inson sochlari va tirnoqlari haqida qo'shimcha ma'lumotga ega bo'lasizlar. Bir qo'lingizni terisini ko'rib chiqing. Ushlab ko'ring, u haqida nima deya olasiz? U qanday? Barakalla. Terini kattalashtirib ko'rsatadigan oynada ko'ring, siz nimani sezdingiz? Shu bilan darsimiz tamom.